Assalomu alaykum aka. Kella sizlar bilan bir ajoyib qiziqarli o'yin o'ynaymiz. Rozimisiz? Rozimiz. Davay. Tayyormisizlar? Tayyor bo'lsangiz sizlarga bitta gap aytaman. Agar o'sha gap hayotinglar davomida bo'lgan bo'lsa, Bir qadam oldinga yuramiz. albatta. Bo'lmasam boshladik. Kim 10 yoshgacha pizza yegan bo'lsa, bir qadam oldinga yursin. Juda ham yaxshi. Kimni 10 yoshgacha samakati bo'lgan bo'lsa, yana bir qadam oldinga. Kimni ota-onasi 10 yoshigacha maktabdan olib kelgan bo'lsa, bir qadam oldinga. Ha mayli, bir qadam oldinga chiqsin agar 10 yoshgacha kimni o'yinchog'i ko'p bo'lgan bo'lsa. Bir qadam oldinga chiqinglar agar 10 yoshgacha parkka borgan bo'lsanglar. Bir qadam oldinga chiqinglar agar 10 yoshga to'lmasdan ota-onasiga yordam bergan bo'lsa.